Buni sen menga har doim aytasan-da, sen yaxshilik qilmaysan hech kimga. Birontaga yaxshilik, biron nima qil deysan. Mana hozir yaxshilik qilaman, sen eslab qop, hammaga aytgin. Mero yaxshilik qilyapti, Mero mana yaxshilik qilgan deb. Mana qo'shinning mishig'i, men yemoqchi bo'lyapti qushchani, hozir uchirib yuboraman, men yaxshilik qilaman. Tushundingmi? Sen eslab qop, hammaga aytgin men yaxshi insonligimni. Davay. Ket. Bo'lmadi. Okani yaxshilik qilishlarini ko'rayotgan paytingizda like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Mishiq. Aka Alloh rozi bo'lsin, men eslab qoldim. Yordamga muhtoj odamni ko'rsangiz, indamay o'tib ketavering, hech kim sizdan xafa bo'lmaydi. Aka, mushukka yaxshilik qilib yordingiz-ku, qushga emas. Menimcha videoni boshida ham qushga yordam beryapman demadilar. Siz yaxshilik qilmang ekan, nari dunyoga tezroq jo'natarkansiz. Endi mushuk aytadi, hammaga shu brat menga yaxshilik qilgan deb, voy! Telegram kanaliga tashab qo'yadi mushuk ham mamaka deb. Nasib qilgani hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Siz xafa bo'lmang, mushukni rizqi ekan. Kuladigan narsa emas, lekin bu komment kulmanglar sizlar. Like bilan podpiskani bosib qo'yinglar.